Qadrli o'quvchilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, sizlar bilan Xudo xohlasa, mana bu matematika sinov testi 41-maktabda bo'lib o'tgan testni 6-o'rinchi sinflarni tahlillarini ko'rib chiqamiz. Demak, 6-sinf, 7, 8, 9-sinf asosida darslar, ya'ni maktab darsligi asosida tuzilgan savollar. 6-sinfdan birinchi 5 ta, keyingi 5 ta 7-sinfdan, keyingi 5 ta 8dan, keyingi 5 ta 9-sinfdan. Nechta ishlaganiga qarab, farzandingiz qaysi sinfni qanday bilishini aniqlab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Demak, birinchisi aning qanday qiymatida ifoda 11 ga bo'linadi deyapti, to'g'rimi? 11 ga bo'linish qoidasi qanday edi? Eslab oladigan bo'lsak, juft o'rindagi sonlar bilan toq o'rindagi sonlarning farqi. Bu yerda juft o'rinlarda toq o'rin desak, birinchi o'rin bu yerda. Bu birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi o'rin. Toq o'rinlarda olsak 1 A 7 bo'lar ekan. 1 qo'shuv A qo'shuv 7. Bu degani 8 qo'shuv A degani. Keyingi juft o'rin 3, 4, 6 da 2, 4, 8. 2 qo'shuv 4 qo'shuv 8. Bu necha bo'ladi? Bu 14 bo'lar ekan. To'g'rimi? Ikkalasining farqi deganda nima degani? Farqi deganda xohlasam tepadan past farqi yo'q. 14 ayru 8 ayru A. Ayiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Natijada 6 ayru A bo'ladi. Shu son 11 ga bo'linishi kerak, to'g'rimi? Bu 11 ga bo'linish uchun A ni qanday katta qiymat oladigan bo'lsak ham 9 dan. Ya'ni A bu yerda raqam. A raqam bo'lgani uchun 0 dan 9 gacha bo'la oladi. Demak, A ni o'rniga faqatgina 6 olishga majburman. Boshqa son oladigan bo'lsak 11 ga bo'linmaydi. 6 olsam 0. 0 har qanday songa bo'linadi. Demak, javob 6 bo'lar ekan. Ikkinchi masalaga qaraydigan bo'lsak, nima bo'lyapti ikkinchi masalamizda? 100 ni 0.2 ga bo'lyapmiz. Bu yerda amallar tartibiga qaraymiz. Amallar tartibiga 0.2 bo'lingan 0.2 hech narsa yo'q degan ko'paytirish bor degan 1.1 taqsim 2.1 taqsim 5 bo'lingan 11 taqsim 20 ayru 3 qo'shuv 1. Amallar tartibi har doim birinchi qavs bilan daraja bajariladi. Bilamiz buni, to'g'rimi? Yoshlikda sal-pal eshitganmiz. Qavs bilan darajadan keyin nima? Ko'paytirish, bo'lish. Agar ikkalasi bir vaqtda kelib qolsa, qaysi birinchi kelsa o'shani bajaramiz, to'g'rimi? Ko'paytirish, bo'lish bajarib bo'lgandan keyingina qo'shish, ayrishni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Shu qoida bo'yicha biz nima qilamiz? Shu qoida bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, birinchisi qavs ichida bo'lish, ayirish. Keyin bu 4-chi ko'paytirish, 5-chi qo'shish bo'ladi. Xo'p, bo'lishimiz kerak. Nima qilamiz? Mana bu noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasrda avval biz nima qilamiz? Aralash kasrda noto'g'ri kasrga o'zgartiramiz. Buning uchun 2 ni 5 ga ko'paytirib 1 ni qo'shamiz. Tepada necha bo'ladi? 11 bo'ladi. Pastda o'z holicha turadi. Bo'lingan 11 taqsim 20 bo'ladi. Kasrlarni bo'lishni nima qilamiz? Teskari ko'paytiramiz. Ya'ni 11 taqsim 5 ko'paytiruv 20 taqsim 11 bo'ladi. Bu bilan bu ko'paytirishni qisqartiradigan bo'lsak, 5 bilan 20 ni soddalashtiradigan bo'lsak, natijada tepada 4. Ya'ni 4 hosil bo'lar ekan. Ikkinchi amalimiz 4 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak nima bo'ladi? 1 bo'lar ekan. Yaxshi. Undan keyin 3-chi amalimiz nima bo'lyapti? 3-chi amalimizga qaraydigan bo'lsak, 3-chi amalimiz bo'lish, ya'ni 0.100 dan 2 ni 0.2 ga bo'lishimiz kerak. Bu degani nima degani? 0.100 dan 2 degani, xohlasangiz kasr ko'rinishda yozing. 2 taqsim 100 degani. Bo'lingan 0.2 taqsim 10 degani. Bu ikkalasini kasrlarni bo'lish teskari ko'paytirish edi. Buni bilamiz. Ko'paytiruv 10 taqsim 2 bo'ladi. To'g'rimi? 2 bilan 2 qisqaradi, 10 bilan buni 0 qisqarsa 1 taqsim 10 bo'ladi. 4-chi amal qavsdan chiqqan javobga qavsdan necha chiqdi? 1 chiqdi. 1 ko'paytirilgan 1 taqsim 10 bo'ladi. Bu teng 0.10 dan 1, ya'ni 1 taqsim 10 ning o'zi, uni 10lik kasrda 0.10 dan 1 desak bo'ladi. Va nihoyat 0.10 dan 1 ga nechini qo'shamiz? 1 ni qo'shadigan bo'lsak 1.10 dan 1 hosil bo'lar ekan. Demak, javobimiz nima bo'ladi? 1.10 dan 1. 3-chi masalaga qaraydigan bo'lsak, 3-chisi 36 soni qanday sonning 2 taqsim 3 qismiga teng bo'ladi deyapti. Demak, qanaqadir bizga x son bor, uning 2 taqsim 3 qismi degani 2 taqsim 3 ga ko'paytirsak 36 bo'ladi degan. Tenglamaning qoidasi nima? Tenglamaning ikkitagina qoidasi bor bu hayotda. Qo'shuv teng ayruv, ya'ni tenglikda bir tomonda qo'shuv bo'lsa, bu yoqda ayruv bo'lib o'tadi, ayruv bo'lsa qo'shuv bo'lib o'tadi. Ko'paytirish bo'luv, bo'luv esa ko'paytirish. Bu ko'paytirish bu tomonga bo'lib o'tsa 36 bo'lingan nima bo'ladi? 2 taqsim 3 bo'ladi. To'g'rimi? Bu nima degani? X teng bo'lishda teskarisi ko'paytirish qiladigan bo'lsak 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu 36 ning tagida har doim son tagida umum mahraji 1 bor edi.
36 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 18. 18 kare 3 nima bo'ladi? 54 bo'lar ekan. Demak, 54 sonining 2 taqsim 3 qismi 36 ga teng bo'lar ekan. Yaxshi, 4-chisini nima qilamiz? 4-chisida ketma-ket bajarib ketaveramiz. 1 taqsim minus 1 taqsim 2 bo'lingan minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 1 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 2. Minus 1 taqsim 2 ni bir xil sonlar o'zaro bo'ladigan bo'lsak nima bo'ladi? Buni o'rniga 1 bo'lib ketadi. Ya'ni minusdan minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Minus 1 taqsim 2. Endi qavsning oldida minus ishora bo'lsa, qavsning ichkaridagilarning ishorasi teskarisiga o'zgaradi. Minusning teskarisi nima? Plus. Demak, 1 taqsim 2 ning o'zi bo'lib ketadi. Minus 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 ni ayirsak 0 bo'ladi. Demak, javob 0 ekan. Yaxshi, keyingisi 5-savol nima deyapti? 5-savolimizga qaraydigan bo'lsak, 100 ayrilgan 7 kare 13 nima degani? 7 kare 13 91. Ayru x teng 92 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak nima bo'ladi? 23 bo'lar ekan. Yaxshi. Xohlasam keng qavs ochamiz. Qavs ochsak, qoidaga ko'ra 100 ayru 91 qo'shuv x teng 23 ning o'zi. 100 dan 91 ayirsak 9 qo'shuv x necha bo'ladi? 23 bo'lar ekan. Bu tomonga qo'shuv narigi tomonga nima bo'ladi? Ayirish bo'ladi, to'g'rimi? Qoidaga ko'ra. 23 dan 9 ni ayiramiz. X natijada nima bo'ladi? 14 ga aylanar ekan. Demak, javob 14 bo'ladi. Ya'ni tenglamaning ildizi x teng 14 ekan. Keyingisi nima bo'lyapti? Keyingisida bizga 6-masalada a 3 bo'lsa va b 9 ga teng bo'lsa ifodaning qiymatini toping deyapti. Demak, 22 a degani 22 ko'paytir 3. Qo'shuv 7 b degani ayru uzr, o'rtada ayru. 7 b degani 7 ko'paytir 9 ayru 6 teng. 22 ni 3 ga ko'paytirsak 66 ayru 9 kare 7 63 ayru 6 teng. 63 dan 66 dan 63 3 ayru 6 bo'ladi. 3 dan 6 ni ayirsak nima qilamiz? Ikki xil ishorali bo'lsa, kattasidan kichkinasini ayirib, kattasining ishorasini qo'yamiz bularda. 6 dan 3 ni ayiramiz, 3. Kattasining ishorasi minus, demak minus 3 bo'lar ekan. Ya'ni boshqacha usulda ham sizni 3000 pulingiz bor edi, men sizdan 6000 olib qo'ydim. Bundan nima bo'ladi? 3000 qarzga kirdingiz degan. Shunday qilib ham ishlasak bo'ladi. 7-savolda nima qilamiz? Qarang. 7-savol ham juda sodda masala, ko'paytiruvchi ajratishimiz kerak. Bizga berilgan ifoda 35a kvadrat ayri 12ab qo'shuv 32b kvadrat. Biz shunday ikkita qavsga bo'lishimiz kerak, ko'paytirish ajralish kerak. Bu a, bu yerda b bor, bu yerda ham a bor, bu yerda ham b bor. Oldida ham qanday sonlar bo'lish kerak-da endi. Demak, 35 necha kare necha 35? Qanday bir o'ziga o'zaro yaqin bo'lgan son. 7 kare 5. Demak, birinchisi 7, ikkinchisi 5a desak. Xuddi shunday 32 necha kare necha 32? Har xil bo'lishi mumkin. Bir-biriga yaqinroqni olsak, osonroq ishlashimizga yaqinroq bo'ladi. Bu nima bo'ladi? 4 kare 8. To'g'rimi? Yaxshi. Endi oradagi ishoralarga qaraydigan bo'lsak, buni plus qilsak. Buni plus qilsak-da, mana buni biz nima qilishimizga to'g'ri keladi unda? Minus qiladigan bo'lsak nima bo'ladi? Agar buni plus, buni minus qiladigan bo'lsak, qavsni ochib olsak, bizning natijamiz juda katta farq qilib ketishi mumkin. Shuning uchun nima qilsak, mana bu yerning o'rniga 8, buni o'rniga 4 oladigan bo'lsak nima bo'ladi? Ya'ni turli o'sha sonni bir-biriga aylantirib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda 8, bu yerda 4 olsak, o'zaro yaqinlarni oladigan bo'lsak, shunda bu minusdan plusdan 40 bo'ladi. Ha, demak bu yerda shunday minus olamiz, keyin bu yerda plus olishimiz to'g'ri keladi. Buni qanday tanlab oldim? Buni men shunday olishim kerakki, ko'paytmasi buni va buni bersa, mana bu ikkita sonning ko'paytmasi va ikkalasini qavs ochib yuborganimda, ya'ni keng ochib chiqaman. Qavs ochishda 5 ani har biriga ko'paytiraman. Bunga ko'paytirsam 35a kvadrat, bunga ko'paytirsam minus 40ab bo'ladi. 4 kare 7 plus 28ab ayru minus 32 mana bu yer minus bo'lishi kerak, minus 32b kvadrat bo'ladi. To'g'rimi? Endi ikkalasi soddalashadigan bo'lsa 35a kvadrat minus 12ab va minus 32b kvadrat natijada hosil bo'lar ekan. Yaxshi, keyingisiga o'tadigan bo'lsak. Xo'p. Mana bu yerda minus ishora bo'lishi kerak edi, texnik xato ketib qolibdi. Ana, bolalar ham shuni so'ramaganda, men maqsadli qo'yilgan, bolalar chalg'itish uchun hech kim so'ramadi, shunga texnik xato aytilmagan. To'g'rilaganlar ishlagan, to'g'rilab ishlaganlar bo'lgan. Demak, 8-da tenglamali sistemasini yeching deyapti. Buni qanday qilamiz? Bu yerda 5x qo'shuv 3y teng
27 deyapti. Pastda 7x qo'shuv 5y teng 41 deyapti. Buni ishlashimizning eng yaxshi yo'li nima qilamiz? Xo'p, sistemani yechish uchun nima qilamiz? Qarang, x larni soddalashtirib yuborishimiz mumkin. Ikkalasidan x larni soddalashtirib yuborishimiz mumkin. Oson. X ni yo'qotish uchun tepani nimaga ko'paytiramiz? 7 ga pastni 5 ga ko'paytirsak, tepa 35, 2 qo'shuv 21y teng 27 ni ko'paytiradigan bo'lsak 189. Pastga 5 ni ko'paytiradigan bo'lsak 35 2 ya'ni bir xil qoldik, ayirib yuborsak yo'qolib ketadi. Qo'shuv 25y teng 205. Ayirib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? 35x 35x lar yo'qoladi. 21 dan 25 aytsak -4y teng ayiradigan bo'lsak nima bo'ladi? -16. Y teng necha bo'ladi? Bundan y teng 4 ligini topishimiz mumkin. 4 ni olib borib bu yerga qo'yadigan bo'lsak 5x qo'shuv 12 teng 27 bo'ladi. Bundan x teng ayirib olib 3 nikini 3 ligini topishimiz mumkin. Bo'ldi, demak y 4, x 3 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 9-savol nima deyapti? Aylananing diametri bor ekan, to'g'rimi? Diametr nima degani? Ikkita radius degan. Mana bu aylana bo'lsa, mana bu radius ila buni boshdan oxirigacha o'tkazsak, bu radius, ikkita radius bitta diametrni beradi. Demak, aylana uzunligi L teng 2 pi r formula bilan topiladi. Ya'ni aylanani shu yerdan boshlasak, oxirigacha aylanib kelgan uzunlikni o'lchov. Demak, aylana uzunligini L deydigan bo'lsak 2 ko'paytirib pi, radius necha chiqdi? Diametr 10 bo'lgan ekan, radius nima bo'ladi? Radius 5 ekan. 5 ni qo'ysak 10 pi bo'lar ekan aylananing uzunligi. 10-savol. Nima deyapti bizda? To'g'ri burchakli uchburchak. Bizga berilgan ekan to'g'ri burchakli uchburchak. Nima qilishimiz kerak? Demak, qaranglar, 10-da nima deyapti? Xo'p, bizga gipotenuza berilgan bu 24, mana bu 30 bo'lgandan keyin qoida bor, to'g'ri burchakli uchburchakda 30 gradus qarshidagi gipotenuzaning yarmiga teng. Demak, bu 12 bo'ladi. Eng kichigi ham 12 bo'ladi, chunki mana bu tomon 12 dan katta, chunki katta gradus qarshisida katta tomon yotadi. Demak, javob 12 bo'lar ekan. Endi keyingisi mana bundan 169 nechining kvadrati? 13 ning kvadrati, to'g'rimi? 13 ga 131 ni qo'shadigan bo'lsak nima bo'ladi? Javob 144 bo'ladi. 144 nechining kvadrati? 12 ning kvadrati. Bundan 12 chiqadi. 12 ga 109 ni qo'shsak necha bo'ladi? 12 ga 109 ni qo'shsak javob 121 bo'ladi. Bu 11 ning kvadrati. 89 ga 11 ni qo'shsak 100. 100 nechining kvadrati? 10 ning kvadrati. Qayerdan olyapman bu? Ildizosi degan ildizosidagi son qaniydir sonning kvadratimi degan savol beradi. Masalan, ildizosi 4 nima degani? Ildizosidagi 4 nechining kvadrati? 2 ning kvadrati. Javob 2 bo'ladi. 12-savolda nima deyapti? Kvadrat tenglamani yeching. Kvadrat tenglamani yechishdan oldin diskriminantdan foydalansak, bittada chiqib keladi, to'g'rimi? Xo'p, teng 0. Diskriminant nima bo'ladi? 8 ning kvadrati 64. Ya'ni diskriminant teng 4 b kvadrat minus 4ac formuladan foydalanadigan bo'lsak, 64 ga qo'shamiz. 4 kara 15 nima bo'ladi? 4 kara 15 60 bo'ladi. 60 ga 7 ga ko'paytirsak 420 bo'ladi. Bu teng 484. Bu 12 ning 22 ning kvadrati. x1 nima bo'ladi? Minus b taqsim plus ildizosi diskriminant taqsim 2a bo'ladi. Qo'yadigan bo'lsak minus 8, to'g'rimi? Qo'shuv 22 taqsim 14 bo'ladi. Bunda javob 1 bo'ladi. x2 ikkinchi ildizi plus bo'lsa, ikkinchisi minus bo'ladi-da. Minus 8 minus 22 taqsim 14. Bu degani minus 15 taqsim 7 bo'lar ekan. Ikki ildizlarni mana shunday sodda holatda topib oldik. 13-savol nima deyapti? Funksiyani simmetriya o'qini toping deyapti 13 da. Avval funksiyani chizadigan bo'lsak, kvadrat funksiya x kvadrat deyapti. Mana bunday chizilib bo'ladi. Simmetriya degani ikkita o'rtasidan bo'ladigan, shu chiziqni o'rtasidan bo'ladigani mana bu chiziqni o'zi. Bu degani x teng 0 funksiyaning grafiki bo'ladi. Simmetriya o'qi shunday chiziqki, har qanday ikkita nuqtasi bir-biridan bir xil nuqtada yotsin. Teng o'rtasi 2 ga bo'lib taylasin degan simmetriyasi degan. Demak, x teng 0 chiziqniki. 14-savol nima deyapti bizga? 14-savolda romb berilgan ekan, to'g'rimi? Romb bo'lsa, mana shunday romb oladigan bo'lsak, mana bu tomon bu teng bo'lakka bo'linadi. Demak, mana bu tomon 12 ning yarmi. Bu tomon 6, 16 ning yarmi 8 bo'ladi. Pifagor teoremasidan katetlar kvadratlarining gipotenuzaga teng. Demak, bu tomon 10 bo'ladi. Hamma tomon rombda tengligidan 10, perimetr nima bo'ladi? 40 bo'lar ekan. 15-savolda nima deyapti? 15-savolga qaraydigan bo'lsak, aylana berilgan ekan, AC yoy berilgan ekan. AC yoyning uzunligi berilgan ekan, 230 deyapti. Shu yoyga tiralgan aylana, ya'ni shu yoyga tiralgan mana bunday burchakni uzunligini toping deyapti. Bu burchak uzunligi mana bu yoyning uzunligini har doim yarmiga teng. Bu 230 bo'lsa, buni yarmi 115 bo'ladi xossaga ko'ra.
Demak, javob 115. 16 da nima deyapti? 16 da tengsizlikni yeching deyapti. Ildizlarni bildikki, ildizlari nima bo'lyapti? Ildizlar bitta ildizi 5, bitta ildizi 8 bo'lyapti. Oraliqlarga qo'yamiz. Oraliqlarga qo'yganimizdan keyin 5 dan kichkina son qo'ysak, ifoda qaysi ishorasi bo'ladi? 5 dan kichkina qo'ysak, ifoda plyus ishora bo'ladi, bu ham plyus. Demak, faqatgina minus ishora 5 va 8 oralig'ida. X tegishli deymiz. 4/8 5 8. Nimaga? Chunki 5 bilan 8 ni ham qo'ya olamiz, chunki kichik yoki teng bo'lishi mumkin. Ya'ni 0 ham bo'la oladi. Shuning uchun 5 va 8 qabul qiladi javobda. 17-masalada nima deyapti? Geometrik progressiyaning 5-hadi bor ekan. B5. Bu nima degani? B1 ko'paytirib Q ning 4-si teng necha ekan? 48 ekan. Ikkinchidan B11 nima degani? B1 ko'paytirib Q ning 10-si edi. Teng necha ekan? 3072. Ikkalasini o'zaro bo'lib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? Q ning 6-si teng 64 degan javob olamiz. Bundan Q teng 2 ligini topamiz. To'g'rimi? Q 2 ligi chiqqandan keyin B1 nechiligi 3 ligi kelib chiqadi. Bo'ldi, bizga nima so'rayapti? B9 ni so'rayapti. Bu degani B1 ko'paytiruv Q ning 8-si degani. To'g'rimi? Demak, 9 ni so'ragandan keyin. Bo'ldi. 3 kara necha bo'ladi? 3 kara 256 bo'ladi. Bu degani 768 degani. Keyingisi 18 ga qaraydigan bo'lsak, 18 nima deyapti bizga? Sinus berilgan, oraliq berilgan. Mana bu oraliq degani nima degani? Bu oraliq degani bizda mana bu oraliq degani ikkinchi chorak yotadi degani. Ikkinchi chorak yotadi. Chunki mana bu pi taqsim 2 ni ifodalaydi, bu pi. Pi taqsim 2 bu ikkinchi oraliqqa yotadi degan. Ya'ni sinus ikkinchi oraliqqa degan sinus minus, kosinus esa sinus plus, kosinus esa minus bo'ladi. Demak, bilamiz sinus kvadrat x qo'shuv kosinus kvadrat x teng 1 ligidan. Bo'ldi, sinus o'rniga qiymatini qo'yadigan bo'lsak, biz kosinus x ni qiymatini necha ekanligini bittada topib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kosinusning qiymati bo'lar ekan, o'rniga qo'yganimizdan keyin minusdan 2/5 taqsim 173 ildizosti bo'ladi. Endi tangens x nima degani? Tangens x degani sinus x taqsim kosinus x bo'ladi. Buni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, minus 3 taqsim 85 taqsim 10 degan javob bo'lar ekan tangens. 19-masala nima deyapti bizga? 19-masalada tekislikda shu nuqtalar berilgan ekan. S nima deyapti? S ni topishimiz uchun 2 3 minus 4 qilamiz. Ayiramiz 3 minus 1 2 qilamiz da ko'paytirib qo'shamiz. Yani 2 kere 6. 2 kere 6 6 bitta minus bo'ladi, plus 3 bo'ladi. Virgul. 2 kere minus 4 minus 8 minus 6. Teng. Bu 9, bu minus 14 bo'ladi. To'g'rimi? Buni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni modul S degani bu ikkalasining kvadratlarini, ya'ni 81 ga 196 ni qo'shib qo'ysak, natijada ildizosi 277 bo'lar ekan. To'g'rimi? Vektorlarning xossasidan soddagina chiqib keldi. Keyingisi 20-savolga qaraydigan bo'lsak nima deyapti? Markazi berilgan ekan bizga. Markazi ya'ni x minus x0 ning kvadrati qo'shuv y minus y0 ning kvadratining radius kvadrat degan tenglama bor edi. Markazlari berilgan. Mana bu 3 ekan, bu minus 2 ekan. Keyin o'shalardan keyin mana bu nuqtadan o'tar ekan. Yaxshi o'tadi degani nima degani? 7 ayru 3 ning kvadrati qo'shuv y qo'shuv 2 ning y degani 1. Kvadrati teng radiusning kvadrati. Bundan radiusning nechiligini 5 ligini topamiz. Bo'ldi, javob chiqdi. X ayru 3 ning kvadrati qo'shuv y qo'shuv 2 ning kvadrati teng 25 deb aylanma tenglamasi hosil bo'lar ekan. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Bundan da yaxshi savollar hali tez orada ko'rib ketamiz. Hammaga katta